Aziz o'quvchilar, demak sizlar bilan hozir birgalikda ona tili darsida kodli so'z deb nomlangan metoddan foydalanamiz. Diqqatingizga qaratasiz, asosiy qismida, markazida, do'skamizning markazida kodimizning asosiy harflari bor. Aynan mana shu kodli so'zga qarab turib, siz mana bu yerda yashiringan so'zlarni topishingiz kerak bo'ladi. Bir yettita so'zimiz yashiringan so'zlar berilgan bu yerda. Diqqatingizga qaraysiz, mana shu kodga, mana qog'ozlarda esa qanday so'z yashiringanini topib olishingiz mumkin bo'ladi. Diqqat bilan qarayinchi, qanday so'zlar yashiringan ekan. Yashiringan so'zni topasiz va to'g'ri yozasiz, rahmat kartochkani qo'lga kiritasiz. Tushunarli bo'ldimi? Qani kim yashiringan so'zni topgan bo'lsa, qani harakat qilamiz. Qani Tajoboyeva? 6-raqam ostidagi yashiringan so'z tuzat. Demak, tekshirib ko'ramiz. Kodli so'zga qaraymiz va 6-raqamdagini tekshiramiz. Demak, to'g'ri. Tajoboyevaga qarshi chalamiz. Zo'rchi tarafdan o'tgani qo'lga kiritdi. Yaxshi. Yaxshi. Qarshi chalamiz. Zo'r. Davom etamiz. Keyingisi qani yana kim? Turdaliyeva. 5-raqam ostidagi yashiringan so'z bu elak. 5-raqam ostida. Demak, kodga qaraymiz va yashiringan so'zga qaraymiz. To'g'ri, yozamiz. Yaxshi. Yaxshi. Qancha chaling Turdaliyevaga? Keyingisi qani? Shabnam. 3-raqam ostidagi so'z o'tkaz so'zi. Demak, 3-raqamda o'tkaz so'zi. Demak, kodga qaraymiz va tekshirib olamiz. To'g'ri, yozamiz. Xatosiz yozamiz. Yaxshi. Shabnamga qarshi chalamiz. Keyingisi qani kim aytadi keyingisini? Dildora. 4-raqam ostidagi so'z o'zbek. 4-raqam ostida o'zbek. Demak, kodga qaraymiz va 4-raqam. Tekshirib olamiz. Yaxshi, to'g'ri, ketdik. Yozamiz. Chiroyli xatosiz yozsangiz. Dildoraga qarshi chalamiz. Yaxshi. Keyingisi qani kim aytadi? Farruh. 7-raqam ostidagi so'z bulut. 7-raqam. Tekshirib olamiz. Demak, kodga qaraymiz birinchi va 7-raqam. To'g'ri, yozamiz, ketdik. Xatosiz yozsangiz, rag'bat kartochkani qo'lga kiritasiz. Farruhga qarshi chalamiz. Rag'bat kartochkani qo'lga kiritasiz. Keyingisi qani kim aytadi? Lolaxon. Qani? 2-raqam ostidagi kuz. 2-raqam ostida, demak, kuz so'zi yozilgan ekan. To'g'ri, yozamiz, ketdik. Yozib olamiz. Chiroyli xatosiz qilib yozasiz. Demak, Lolaxonga qarshi chalamiz. Rag'bat kartochkani qo'lga kiritdi. Va keyingisi qani bitta qoldi? Shahzoda. 5-raqam ostidagi lab. Lab so'zi. Demak, 1-raqam ostidagi so'zimiz kodga qaraymiz va tekshirib olamiz. Lab. To'g'ri, yozamiz, ketdik qizim. Shahzodaga qarshi chalamiz. Zo'r. Yaxshi, mana ekanlar. Zo'r.